Salom, sizlar bilan men Mehroni Shoh do'stlarim. Bu videomizda sizlar bilan maza qilib biza nima qilamiz deganligi. Xo'p, bu videomizda sizlar bilan maza qilib stop. Ovoz yana qop. Xo'p do'stlar, bu videomizda sizlar bilan biza Minecraft o'yiniga, hamma bilgan Minecraft o'yiniga biza mod yoki respect qilishni o'rganamiz. Sizlar videomizni boshlashdan oldin like va podpiska sizlardan chiroyli videolar bizadan. Qani ketdik. Birinchi o'rinda biz Minecraftga uzuniga kirmaymiz. Hop, qaranglar. Mayli, hozircha sizlarda mana bu modus degan papka yo'q. Hop, buni qanday chiqarishni o'zim men videoda o'rgataman. Hop, qaranglar. Birinchi o'rinda Telegramga kiramiz va poiskga yozamiz. Resource packs va modus kanal. Mod deb yozgan albatta. Nima bironta respect ko'tariladi hozircha. Loydan epic narsa yo'q qolmaydi. Mana aytamiz, buni yuklaymiz o'zimiz. Razgame kam bo'ldi. Hop, tezroq video olishim kerak. Qaranglar, buni yuklab. Salom alaykum. Ishlayapti. Ishlamayapti, to'g'rimi? Bu ishlamayapti. Buni o'tayapti. Nima ishlayapti? Hop. Mana deymiz, ustiga bosib yuklab olamiz buni. Hop, ana yuklandi. Mana papka turibdi. Qaysi papka? Xullas mana papka turibdi. Hop. Chiqamiz va birinchi o'rinda biz Minecraftni o'rgatmaymiz. Mayli, birinchi o'rinda Minecraft papkasini mana bunaqa mod bilan respect chiqarib olamiz. Hop, do'stlar, mana biz Minecraftga ham kira oldik. Albatta, ishlasangiz men plus Minecraft kirish juda ham qiyin bo'lib ketadi. Oq ekranga bormi? Hop, mana bu Minecraft rejimiga kirib oldik. Sразу bosib yubormaymiz, albatta, bosmaydi. Iltimos bosmaydi. Menda iltimos mayli. Hop, bosmaymiz buni hozir. Minecraft joyiga kirdik, betamni mayli, hop. Qaranglar, Minecraft rejimiga kirdik va mana yerda nick qo'yasizlar, versiya tanlaysizlar va o'sha mod yuklamoqchi bo'lgan versiyalaring, o'sha versiyani tanlaysizlar. Mana 1.21, lekin u mod 1.22. Biza 1.20 bo'lgan, bizga farqi yo'q, to'g'rimi? 1.21 ga ham tushadi, chunki 1.20 nima qayerda, 1.21 qayerda. Hop, do'stlar, qaranglar. Qayerga kirganini tushunmay qoldi, to'g'rimi? Qaranglar. Minecraftda boshlash tugmasini yonida o'zini modlar degan joyi bor. O'shani yana bitta yonida almashtirish degan joyi bor. O'shani yana bitta yonida papgacha turibdi. Xullas mana. Montajda strelka chiqib qo'yaman. Mana shu joyda bosamiz xullas. Hop, ketdik. Bosamiz. Kirgancha men ungacha men tuzatib turaman. Qanaqa tuzataman? Bunday qilib Hop, deb kameramni tutib oldim. Hop, qaranglar. Bu joyga o'tgandan keyin mana bizda modus degan joyi turibdi. Mana ko'rishlaringmi? Ko'ryapsizlarmi? Men ko'zlaring ko'rmasdir, mana modus degan joyi turibdi. O'sha joyga bosishdan oldin albatta o'ylab turamiz. Hop, qaranglar. Birinchi o'rinda chiqamiz, bu yerda Minecraftdan chiqamiz va mana u kirgan modus papkamizdan ham chiqamiz. Minecraft papka. Hop. Keyin esa mana papkaga kirdik, Minecraft papka turadi. Hop. Endi opsiya chiqib ketib, o'zini kompyuterda o'zini papkasiga kiramiz. Kompyuterda o'zini papkasiga kirdik va Hop, загрузка degan joyga o'tasizlar, xullas mana. Загрузка degan joyga o'tib, Telegram tugmasini Telegramga kirasizlar. Hop, mana bizga aytib turibdi, mana bu videoga o'xshayapti, to'g'rimi? Bilan hop, mana shuni belgilaymiz va ushlaymiz. Bunday ushlaymiz. Ustiga qaranglar. Hech qanday ustiga bitta mishkan bosib turib, bunday olsak bo'ldi. Va bu yoqqa qanaqa rasm? Ha, mayli. Rasm emas ekan, bilmadim. Hop, mana bizni otahil. Uzr, bu emas, mayli. Bu Ibis Fight ko'rayotganim bo'yi Telegramdan shuncha. Ibis Fight. Hop, qaranglar. Sizlarga tushuntiraman. Qani Telegram kiraylik-da. Bu mod bu ekan, shuncha tepaga ko'tarilamiz, tepaga. Davайте mana kamera modlari. Kamera va o'zingiz istagan bansi modlar. Hop, mana bapidamay. Hop, mana Hop, qaranglar, mana bo'ldi. Endi biz yana o'sha o'zimizni eski papkamizga kiramiz mana.
Telegramda supaka deymiz. Bunday va mana Telegramga ustiga kiramiz buni. Va mana qaraydi do'stlar, menda hozircha chiqmayapti, qaraydi. Telegramga kirganlaringni mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, mana ko'ryapsizlar mana. Mana bu yerda mana bu yerda anaqa bo'lishi kerak. Nimadir sizlarga o'sha Minecraftdagi anaqa, nimadir o'sha yuklab olgan modlar yoki respaqlar bo'lishi kerak. O'sha ustiga bosib turasizlar mana bu. Ko'rsatib beraman o'zim. Deb bosib turasizlar, bosib turib bunday olib, mana bu joyga shuni tashlaysizlar, shuni mana qilib bunday qo'yasizlar, keyin yerdan chiqib ketasizlar olib. Keyin Minecraft o'ziga o'tasizlar. Minecraft boya ko'rsatgan papkasiga kirasizlar, mana papkasi. Papkasiga kirganlardan keyin mana papkasiga osib turib, mana papkasiga kirgandan keyin mana modus degan joy turibdi. Mana shu modus degan joyini bundayroq qilamiz va o'sha yerda mana shunday qilamiz. Mana shunday qilamiz, qaranglar mana. Mana tashlagan modlaringni anaqa qilsalar bo'ladi. Mana Telegram tanlaymiz va bunday qilib bunday qilsak. Mana shu modlarni tashlaysizlar. Mana tashlagan modlarni mana tashlaysizlar. Esli 3 ta bosib ko'rsataman. Mana kamera modi edi, bizda qo'shib turay. Maliklarda bo'laman mana. Ustiga bosib turib mana bu yoqqa bam jo'natasizlar. Ya'ni bitta emas, yuklab olib o'zlaringiz saqlanib qilib, mana papka degan joydan bu yoqqa tashlaysizlar, olib zagruzka degan joyga o'tib Telegramda bosib bu yoqqa tashlaysizlar. Ko'rsatdim va tashlaganlardan keyin mana bu joyga keyin Minecraft o'ziga o'tib papka joyiga o'tasizlar. Keyin mana shu yerdan modus degan joyni topib, o'sha joyga shuni tashlaysizlar. Shuni ustiga bunday masalan mana shu mod, mana shu mod deymiz mana. Shunday bosib turib, shuni bu yoqqa ters jo'natasizlar, shunday olib borib просто qo'yib yuborasizlar, mishkani bo'ldi. Sizlar tayyor, bu mod qo'shildi. Keyin o'sha mod versiyasida shunday o'yinga kirish tugmasini bosasizlar va bo'ldi. Sizlarga mod qo'shildi. Bo'ldi, gapni ko'paytirmasdan hammaga kanalga obuna bo'lmaganlar nima qilamiz? Obuna bo'lamiz, tugadi.